Davlat Muhammad Ozodiyning o'g'li Maxtumquli Farog'iy 1102-hijriy qamariy yilda Gunbad Kovusning shamol-sharqida joylashgan Hoji Qo'shon qishlog'ida dunyoga kelgan. Boshqa bir manbaga ko'ra, u Marova tepasi yaqinida joylashgan Keng joy mahallasida tug'ilgan. Otasi Davlat Muhammad Ozodiy 18-asrning shoirlaridan bo'lib, hikoyati Jobiransor va munojot uning qalamiga mansubdir. G'azal, ruboiy, qasida va boshqa turlarda chakomalar yozgan. Maxtumquli Farog'iy otasi Davlat Muhammad Ozodiy vafotidan keyin buyuk shoir sifatida xalq ichida katta shuhrat qozongan. Maxtumquli Farog'iy Xivaning Sherg'ozi madrasasida o'qishga kirgan. U Buxoro, Afg'oniston va Hindiston mamlakatlariga safar qilgan. Xalq shoiri Farog'iy otasi yonida bilim kasb etgani haqida bunday deb yozgan: Duo qilsam jabru jafo aksardur, ilm o'gradan ustod qiblam padardur. Farog'iy Sherg'ozi madrasasida ta'lim olganini bayon qilgan. Makon aylab 3 yil edim duzingga, gedar bo'ldim xo'sh qol go'zal Sherg'ozi. O'tirdim qishinga bahor yozinga, gedar bo'ldim xo'sh qol go'zal Sherg'ozi. Maxtumquli Farog'iy she'rlarida ijtimoiy, axloqiy mavzular, sevgi va erkinlik, odamiylik va mardlikka ta'kid qilgan. Har yigiting aslin bilay deysangiz, ma'rakada o'tirish turishin ko'ring. Bir bedavni saylab olar bo'lsangiz, sinasin sangrisin girishin ko'ring. Maxtumquli Farog'iy milodiy 1790-yilda vafot etgan. Otasi Davlat Muhammad Ozodiy va Farog'iyning qabri Eronning Oqto'qay degan joyida mavqiyat olgandir.